Roziya opa, bolamga прививка olishga shunaqa qo'rqyapman. Olmasam ham bo'ladimi shuni? Olmasangiz bo'ladi, hech kim sizni majburlashga haqqi yo'q. Lekin sizni farzandingiz ko'k yo'tal kasalini yuqtirib olib, eng kamida 6 oydan 1 yilgacha yo'talib, bo'g'ilib yurishi mumkinligidan qo'rqmayotgan bo'lsangiz, AQDS olmasangiz ham bo'ladi. Yoki bolangiz bexosdan mix bosib olib, qaychi bilan qo'lini kesib olib, umuman temir predmetlardan jarohat olsa, qoqshol, ya'ni stolbnyak kasalligini yuqtirib olib halok bo'lishidan qo'rqmayotgan bo'lsangiz, AQDS olmasangiz bo'ladi. Yoki bolangiz bo'g'ma kasalini yuqtirib, kechasi uyqusida bo'g'ilib halok bo'lishi mumkinligidan qo'rqmayotgan bo'lsangiz, AQDS olmasangiz bo'ladi. Yoki KPK olmaganingiz hisobiga bolangiz ko'r, krasnoxa kasalliklarini boshidan o'tkazib, mayli hozir tuzaladi, balki asoratsiz tuzalib ketar, lekin bir necha yildan keyin panensefalit kasalligi tufayli nogiron bo'lib qolishi mumkinligidan qo'rqmayotgan bo'lsangiz, KPK ni ham olmasangiz bo'ladi. Meningokok, pnevmokok kabi bakteriyalar keltirib chiqaradigan kasalliklar, meningit, pnevmoniyadan qo'rqmasangiz ham, bu vaksinalarni ham olmasangiz ham bo'laveradi. Yodda tuting, farzandingiz salomatligiga faqat siz mas'ulsiz.